Xo'p, kimyoviy elementlarning davriy jadvali. Atomlarning davriy xossalari. Ya'ni bu nima degani? Kimyoviy xossalar qandoq o'zgarishi, qandoq takrorlanishi. Xo'p, birinchisi. Atomlar nimalarga erishamiz? Bugun nimaga? Ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi. Menimcha shunaqa. Xo'p. Davriy qonunning kashf etilishi. Xo'p, kim? Dmitriy Ivanovich Mendeleyev 1869-yil 1-martda. Xo'p, 1-martda qilgan Dmitriy Ivanovich Mendeleyev. Xo'p, keyin u bashorat qilgan. Chunki u paytda 69 element bo'lgan. 69 element bilan u davriy sistemani qilgan. Qolgan 118 tasini qolgan 118 ta bo'yicha qolgan elementlarni qo'shib borishgan. Xo'p, lekin Mendeleyev o'zidan oldin 3 ta elementni bashorat qilgan, ya'ni galliy, skandiy, germaniy. Uni ekobor, ekosilisiy va ekoalyuminiy deb nomlagan. Bu Mendeleyev aytgan bu gapni. Xo'p, keyin galliy, skandiy, germaniy deb qo'shgan. Qanday topgan u? Topganligi ham muhim. Masalan, magniy olaylik. Magniy bashorat qilgan deb olaylik. Uni 4 ta chetidagi element ma'lum bo'lgan. Ya'ni masalan, beriliy, alyuminiy, natriy, kalsiy elementlari ma'lum bo'lgan. Masalan, skandiy o'tganda. Endi skandiy aniq joyi esimda yo'q, shuning uchun magniy kelib qoldi. Xo'p. Natriy bilan alyuminiy, beriliy bilan kalsiy massalarini qo'shgan, 4 ga bo'lgan. 4 ga bo'lgandan keyin magniy molekulyar massasi kelib chiqqan 24. Shuna qilib o'rtachadan foydalangan. O'rtachadan topgan bu magniy qandoq massasiligini. Xo'p, galliy, skandiy, germaniy ham shuni topgan. Xo'p. Ilmiy bashorat bu mashhur namunalardan biri hisoblanadi. Keyingisi. Xo'p, Mendeleyevning gapi bor, kimyoviy elementlarning xossalari ular hosil qilgan oddiy va murakkab moddalarning shakli hamda xossalarini elementlar davriy yadrosining zaryadiga davriy bog'liq deyapti. Bu nima degani? Masalan, xlor brom yod, ftor, masalan, ftor, xlor, brom, yod, astat. Xo'p, masalan, xlor, gaz, suyuq, qattiq moddalar, ya'ni bularning kimyoviy xossalari davriy ravishda o'zgarib boryapti. Xo'p, yoki masalan, litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy bilan kursiy. Bularniki ham xo'p, kimyoviy xossasi oq kumushsimon moddalar, yumshoq, qaytaruvchilik xossasi yuqori, metalllik xossasi yuqori. Bularda litiy, ftor, xlor brom yodlarda naborot elektromanfiyligi yuqori. Xo'p, kislotalik, hammasining kislotasi bor. Vodorostalik bilan uchuvchan. Qisqasi, hammasini kimyoviy xossasi bitta guruhda joylashganligi uchun bir xil. Xo'p, atomlarning yadrolari zaryadiga davriy bog'liq degani, masalan, atomlarning yadrosining zaryadiga davriy bog'liq. Xo'p, zaryad, ya'ni zaryad degani atom yadrosining zaryadi bu proton, ya'ni tartib raqam. Tartib raqamga davriy ravishda bog'liq deyapti. Oshib borsa, u ham oshib yoki kamayib borishi kerak. Xo'p, davr gorizontal qator. Gorizontal qator, ya'ni gorizontal degani chapdan o'ngga yoki o'ngdan chapga bo'lgan chiziq. Davr, 7 ta davr. Ulardan 1, 2, 3lari kichik, 4, 5, 6, 7lari katta. Nimaga kichik? Bularda faqat S va P pog'onada bo'lgani uchun. Katta davrlarda ham S ham P dan tashqari D va F yonaki guruh elementlari bor. D va F lar yonaki guruh elementlar hisoblanadi. Xo'p, birinchi davrda faqat 2 ta element bor. Xo'p. Buni elektron konfiguratsiyasi ham o'tiladi. Pog'onadagi umumiy elektron topish formulasi 2n kvadrat edi. Ya'ni o'shanga qarab turib, nechta element borligini topsak bo'ladi. Masalan, birinchi davrda xo'p 1 ni kvadrati 1, 1 ni 2 ga ko'paytirsam 2, mana 2 ta element. Xo'p, ikkinchi davrda 2 ni ko'paytiraman 2 ni kvadratiga. 2 ni kvadrati 4, 4 ni 2 ga ko'paytirsam 8. Demak, ikkinchi davrda 8 element bor. Bu pog'onadagi elektron topish formulasi edi. Xo'p, davrda shu. Qisqacha.
Keyingisi guruh. Guruh bu pastdan yuqoridan past yoki pastdan yuqoriga bo'lgan vertikal chiziq. 8 ta guruh bor. Birinchi guruh ishqoriy yer, bor elementlari, uglerod, keyin 5-inchisi azotga peniktogen, haltogen, galogenlar. 8-chi guruh inert gazlar. Ya'ni shu guruhlardan tashkil topgan. Xo'p, endi 8 ta guruh bor. Guruhlarda elementlarning kimyoviy xoslatlari boya aytganimdek takrorlanadi, ya'ni bir xil. Asosiy guruh elementlari bu A. O'zi asosiy. Xo'p, ya'ni ko'rgan bo'lsanglar A larni tegib turadi, F va D elementlar B larni tegib turadi. Ya'ni xo'p, asosiy guruhlarga S va P lar kirsa, qo'shimcha guruh elementlariga D va F lar kiradi. Xo'p, endi nimaga qo'shimcha? Qayerdan qo'shilyapti? D elementlar 3-davrda boya ko'rganingdek yo'q. Faqat 4-pog'onada, ya'ni 4S dan keyin 3D pog'ona qo'shiladi. Qo'shilgani uchun shuning uchun qo'shimcha pog'ona, ya'ni u hosil bo'ladi atom rasi ortgani hisobiga. Xo'p, F ham xuddi shu mohiyatga keladi. Keyingi guruh ichidagi o'xshashlik. Guruh ichidagi o'xshashlik boya aytganimdek ftor xlor bromoidlarga o'xshashlik. Shunga ko'p qaytarib o'tirilgan. Xo'p, keyingisi jadvaldagi o'rni, atom tuzilishi. Birinchi tartib raqam. Avvalo tartib raqam nimani beradi? Tartib raqam yadro zaryadi. Yadrodagi proton atomlar elektronlar soni, ya'ni proton 10 bittaligini beryapti natriyda, ya'ni elektron ham 10 bittaligini beryapti. Endi natriy massasi 23 bo'lsa, 23 dan 11 ni ayirib olsam, bu neutronlarni ham beradi o'zi asli 12 taligini. Bu bir. Ya'ni atom tarkibini ham beryapti tartib raqam. Xo'p, davr raqami energetik pog'onani belgilaydi. Ya'ni buni davr raqami 3s1 mi? Ya'ni 3-davr, birinchi guruh elementi, asosiy guruh elementi energetik pog'onasini bildiradi va s nima? Elektronni qanday shaklda, sferik shakldagi pog'onada joylashgan, pog'onachadagi joylashganligini bildiradi va 1 tashqi qavatdagi elektronlar soni. Tashqi qavatdagi elektronlar soni valent elektronlar joylashgan. Mana shu ozgina nima desa bo'ladi? Istisnolar bor. Ya'ni, masalan, kislorod elektron konfiguratsiyasi 2s2 2p4. Kislorodda tashqi qavatdagi elektron soni nechta? 6 ta. 6 ta bo'lgan bilan kislorod 6 valentli bo'la oladimi? Hozir masalan, DT tashqi qavatda bitta elektron bor, 1 valentli bo'la oldi. Kislorodchi? Yo'q. Xo'p, kislorod nimaga ekvivalentli? Avvalo, xo'p, elektron konfiguratsiyasini chizsak, xo'p, bunda 4 ta elektron bo'lsa, o'sha tepa bitta pastga. Xo'p, demak, mana bu ikkita toq elektronlari juftlashish, boshqa elektronlar bilan juftlashish hisobiga ekvivalentlikni namoyon qiladi asosan. Lekin kislorod ayrim birikmalari bor. Kaliy superoksid yoki azon. Azonda kislorodning 3 valentlisi bor, kaliy superoksidda kislorodning 4 valentlisi bor. Nimaga aynan 3 va 4 ni namoyon qilyapti? 5, 6, 7 ni emas. Kislorod 3 valentli mashta aytib ketsa bo'ladi. 3 valentli namoyon qilayotgani uchun mana bu p orbitallar bog'lanishini hisobiga, xo'p, ikkita valent elektronlar, ya'ni sigma bilan pi xuddi iskazida bo'ladi bu narsa va mana bunisi hisobiga 3-chi pog'onani hisobiga donor akseptor bog'lanishi namoyon qiladi. Ya'ni 3 valentli iskazida ham bor, shuning uchun iskazda mana bunday yozardik. Sigma pi 3-chisi donor akseptor deb turib. Xo'p, bu narsa ftorda ham ko'rsak bo'ladi. Ftorda, ya'ni ftor har doim 1 valentli bo'ladi. Elektron konfiguratsiyasi faqat bitta toq elektron qoladi. O'sha toq qolgan elektron hisobiga u faqat har doim 1 valentli namoyon qiladi. Shunaqa gaplar. Xo'p, atom radiusi o'zgarishi. Atom radiusi avvalo. Radius nimani bilasizlar? Xo'p, atom radiusi turib, yadrodan tashqi qavatdagi elektrongacha bo'lgan masofaga atom radiusi deyiladi. Yadrodan tashqi qavatdagi elektrongacha bo'lgan masofaga
atom radius deyiladi. Endi atom radius angstromda o'lchanadi. Xo'p, 1 angstrom 10 nanometrga teng. Endi nanometr bu degani 1 metrni 10 darajasi -9 nanometrga teng. Nabarat 10 darajasi 9 nanometrga teng deylik. Plyusda bo'ladi bu. Ya'ni 1 nanometrim 10 darajasi -9 metrga teng. -9. Bu 9. Xo'p, endi 1 angstrom barobar 10 darajasi 10 darajasi 10 ga teng, 10 metrga teng. 1 minus 10 metrga teng. Bu qayerda yozilgan? Bu 7-sinf darslik bo'yicha yozilgan. Xo'p, bu atom radiusi haqida. Endi atom radiusi qanday o'zgaradi? Davrda. Ya'ni ikkinchi davrda litiydan inert gaz neonga qarab turib. Xo'p, litiyga ko'rasizlar 152, atom radiusi kattaroq. Xo'p, bu yoqda neonniki kichkinaroq. Deyarli 2 barobar farq beryapti. Demak, atom radius xo'p, o'ngdan chapga qarab ortadi. Xo'p, maktab yozib qo'ygan. Ikkinchisi, birinchi guruhda, ya'ni guruh tepadan pastga qarab turib, litiydan seziga qarab turib, ko'rasizlar atom radiusi ortib boryapti. Bu nanometrdagi o'lchamlari. Xo'p, demak, litiydan seziga qarab turib, atom radiusi ortib boryapti. Demak, yuqoridan pastga qarab atom radiusi ortadi. Teskarisi bo'lsa kamayadi. Xo'p. Elektronfilik nima? Avvalo, elektronfilik bu atomdan elektronni yulib olishga uchun sarflay oladigan kuchi, ya'ni energiyasi. Xo'p, elektronfilik sifatida litiy elementiga nisbatan 1 olingan va ftorniki 4:1 bo'ladi. Bu yerda 398 bergan. Xo'p, nimaga 398? Zamonaviy adabiyotlarda 398 keladi. Zamonaviy adabiyot degani bu 2020-yildan chiqqan kitoblardan bu yog'iga degani. Xo'p. Elektronfilik. Pauling shkalasi. Bu 11-sinfda berilgan adashmasam. Xo'p, chapdan yuqoriga daraja ortishi bilan elektronfilik kuchayib boradi. Xo'p, ya'ni litiyda 1 elektronfiligi ftorda 4:1 ga teng bo'ladi. 4:1 ga teng bo'lsa, demak bu ftorga qarab ortyapti. Xo'p, endi litiydan seziga qarab degan narsa ham bor. Sezini elektronfiligi adashmasam 0.7 edi. Xo'p, 0.7 edi. Bunda 1, bunda 0.7. Xo'p, demak, nima bo'lyapti? Xo'p, demak, yuqoridan pastga qarab turib, elektronfilik kamayib boryapti. Chapdan o'ngga qarab turib ortyapti. Xo'p, shunaqa. Ikkinchisi, xossalari. Yodlash kerak. Atom radiusini gaplashdi, elektronfilik gaplashdi, metallik xossasi. Metallik xossasi nima degani? Elementlarning vodorodli birikmalari agar qattiq holatda bo'lsa, bu metal holat hisoblanadi. Nometal, ya'ni metal emas. Metal emaslarni, xo'p, ayrim elementlarni vodorodli birikmalari va uchuvchan holatda bo'lsa, bular metal emas deyiladi, ya'ni nometal. Masalan, kremniy o'zi qattiq modda yoki ugleroddan o'zi qattiq modda, lekin vodorod bilan biriksa, uglerod metanga aylanadi, uchuvchan bo'ladi, gaz holatga o'tadi. Kremniy ham vodorod bilan silanga aylanadi, xo'p, gazga aylanadi. Fosfor ham xuddi shunaqa, ya'ni bu vodorodli birikmalari uchuvchan hosilni namoyon qiladi. Hattoki suv ham, H2O, kislorod. Suv bu holat, bug'ma suyuq holat deyish mumkin, lekin 100 gradusga qizdirsa, u bu holatga o'tadi. To'g'ri? Xo'p, qanday o'zgarish va kamayish? Xo'p, yodda tuting deyapti. Yodda tutish kerak. Xo'p, mustahkamlaymiz. Va asosiysi mana bugun kerak bo'ladigan narsa. Xo'p, buni elektronlikni tashlab beraman, lekin buni yodlash kerak. Qanday o'zgarishi? Xo'p.
Demak, bo'pti. Bu yerda elektron qulash hodisasi kuzatilgan elementlar berib qo'yilgan hammasi. Xo'p, qaytaruvchan oksidli metallik ion almashish, metal emaslik atomlar hammasi aytilgan. Qanaqa o'zgarishi va elektronegativlik hammasi bor. Bu yerda jadvalni qarab, prosida qarab ishlasanglar bo'ldi. Endi men asosiy tushuntiradigan narsam bitta narsa qoldi. Bu yozilmagan narsa. Xo'p, kitoblarda ham dash. Xo'p. Endi ftor, xlor, brom, yod haqida. Ftor, xlor, brom, yod yoki astatki. Xo'p. Oksidovchilik xossasi. Oksidovchilik xossasi degani elektronafillikka bog'liq. Bu xossa pastdan yuqoriga qarab ortadi. Chunki buniki to'g'ri 1, astatki yoki yodga taxminan 2 yoki 2,5 orasida adashmasam. Xo'p. Da 2,5 ekan. 2 astatki ekan. Xo'p, endi shuni oksidovchi xossasi ftorga qarab ortdi. Lekin bularni ion holati ham bor. Ya'ni ftor minus, xlor minus, brom, yod, astat. Ya'ni bularni anion holati. Ion holatga o'tgandan keyin elementlarning kimyoviy xossalari teskari o'zgaradi. Ya'ni bularning oksidovchilik xossasi ftordan astatga qarab, astat ioniga tomon, ftor ionidan astat ioni tomon ortadi. Bu oksidovchilik xossasi, ya'ni ionda har doim teskari bo'ladi. Shuni ikkinchi narsa bilan, ya'ni ishqoriy metallar, ya'ni litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy bo'yicha kursiy. Qaytaruvchanlik xossasi yuqoridan pastga qarab ortadi. E'tibor bersanglar, qaytaruvchanlik bilan oksidovchanlik bir-biriga teskari bordi. Hop, lekin bularni ion holat, ya'ni kation holatlarida plus. Hop, kation holatida qaytaruvchanlik xossasi litiy, ya'ni seziydan litiy tomon o'zgaradi. Qaytaruvchanlik xossasida ion holatga o'tganda bularni qaytaruvchanlik xossasi ortib ketadi. Ya'ni teskari ishlab ketadi. Hop, tushuntirgan narsam shu edi. Savollar bo'lsa, ishlarsizlar. Hop. Tamam.